keyingi mavzuga o'tamiz. Albatta davlatimiz rahbari ta'kidlaganlaridek, Hamshiralar akademiyasi tibbiyot universiteti tasarrufiga o'tkazilib, negizida Oliy kasbiy tibbiyot akademiyasi tashkil etiladi deya ta'kidlab o'tdilar. Shu yangi tuzilma orqali ta'lim va amaliyot tizimida qanday yangiliklar bo'ladi? Hop, demak, Oliy Hamshiralar akademiyasi Toshkent davlat tibbiyot universiteti tasarrufiga o'tgandan keyin, uzluksiz kasbiy ta'lim akademiyasi paydo bo'lgandan keyin biz mana shu uzluksiz kasbiy ta'limda mana bola maktabni bitiradi, demak texnikumiga, kollejga kiradi, undan keyin universitetga kiradi va undan keyin bitirib ishlab chiqarish. Mana shu o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni bog'lash uchun demak biz dasturlarni birinchi o'rinda o'sha texnikumi dasturi bilan oliy ma'lumot hamshiralar ishi dasturlarini, qolaversa ularni bitirgandagi magistratura dasturlarini bir-biriga integratsiyasini, bir-biriga o'tadigan bosqichini ta'minlashimiz kerak. Bu ta'minlash har bir bosqichda amaliyot bilan bog'laydigan bo'lsak, albatta bu bugun sifatli kadr bo'ladi va o'zini foydasini beradi.